bitta kanalga xush kelibsizlar. Bugun biz Python bosh kurslarimizning 38-darsini olib o'tamiz. 38-darsimizning mavzusi bizda iterables bo'ladi, ya'ni ular takrorlanuvchilar degan ma'noni aytadi. Ya'ni bizda iterables har bir elementni ketma-ket qaytara oladigan obyekt yoki to'plam bo'lib, uni sikl, ya'ni loop funksiyasi orqali aylantirish mumkin bo'ladi va buni biz birinchi va o'zgaruvchan link, ya'ni variable qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni iterable uchun bizga variable kerak bo'ladi. Buning uchun biz xohlagan masalan sonlar degan o'zgaruvchan linkini berishimiz mumkin va ikkita qavs ochib, uni ichiga 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqamiz. 1 dan 5 gacha sonlarni yozsak, endi biz bularni ishlatish uchun for sikldan foydalanishimiz kerak bo'ladi. For number yoki son insonlar, ya'ni sonlarning ichida bo'lsa, print son deshdan qo'yamiz va agar biz bu koddan keyin javobni ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda 1 dan 5 gacha sonlar to'plami chiqib keldi va biz bu yerda nima deyamiz? Ya'ni har bir son mana buning ichidagi sonlar ichida bo'lsa, ya'ni mana bu sonlar to'plamimizning ichida bo'lsa, biz print son, ya'ni sonni print qil dedik. Bu to'plam emas, bu ya'ni to'plam, bu to'plamimizning ichiga aynan har birining ichiga son bo'lganligi sababli biz sonni print qildik. Ya'ni bizda bu son Python son, ya'ni man 1 2 3 4 5 son deb tushunmaydi. Bu xohlagan son, ya'ni nom berishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bunga olma deb bersak ham bo'ladi. For olma, in olma, print olma. Mana bularni ham olmalar deb yozsak bo'lardi va buni ham biz print qilsak, bizga 1 2 3 4 5 chiqib keladi. Ammo sizning kodingizni ko'rgan odam olma nimaligini tushunmay qolishi mumkin bo'ladi va shuning uchun ham kerak uni songa qaytarib qo'yamiz. Va agar yana bir turdan ishlatishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni mana buni reverse qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 dan 5 gacha emas, 5 dan 1 gacha bo'lgan sonlarni qaytarishimiz mumkin bo'ladi va buning uchun esa biz reverse funksiyasidan foydalanamiz. Bunda qilsak va javobni ko'rsak, bizda 5 4 3 2 1 chiqib keladi. Agar biz bularni orasini 5 4 3 2 1 ketma-ket yozmoqchi bo'lsak, printni ichiga oldin and teng mana bunday bo'shliq qo'yamiz. Mana bunda 5 4 3 2 1 bo'ldi yoki o'rniga chiziqcha qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Agar xohlasak bir nechta belgilar qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'zingizni kursingizga qarab xohlagan sonlarni qo'yib ketaverasiz va keling endi reverse olib tashlaymiz va buni ham olib tashlaymiz. Qavs qaytaramiz. Va keling endi biz mana buni o'rniga bir boshqa qanaqadir to'plam qilamiz. Ya'ni to'plam yig'indi, ya'ni bizda set hisoblanadi Python tilida va buning uchun masalan mevalar beramiz. Mevalar teng aynan to'plam, ya'ni yig'indini setga biz aynan mana qavs qo'yamiz va unga mevalarni yozamiz. Olma, nok, anor va uzum va biz bularni bular so'z hisoblaydigan sababli ularni string ko'rinishida yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda string bu aynan qavsning ichida bo'lgan, ya'ni so'z hisoblanadi string. Biz stringning ichiga sonlarni ham yozishimiz mumkin, ammo ular qo'shaloq ichida bo'lishi shart va string haqida biz Python bosh kursimizning bosh mavzularida o'tganmiz va bunda ham xuddi o'sha for siklini ishlatamiz. For meva, in mevalar, print meva qilsak, bizda ko'rib turganingizdek barchasi to'g'ri ishladi. Ya'ni nok, olma, anor, uzum. Va endi biz tepaga chiqamiz. Va endi agar biz aynan mevalarni reverse qilmoqchi bo'lsak, ya'ni bularni teskari ko'rinishda yozmoqchi bo'lsak, biz quyidagi narsani qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bular ya'ni mevalarning ichida bizga faqat string, ya'ni so'zlar ko'rinishidagi ma'lumot bor va agar biz buni hozir reverse qilmoqchi bo'lsak, reverse qilib qavsni ichiga qo'ysak, bizda mana bunday narsa chiqib keladi. Ko'rib turganingizdek, bizda xatolik chiqib keldi. Ya'ni set object is not reversible. Ya'ni bizning set objektimiz bizda mana bu
mevalar to'plami set hisoblanadi va u reversible, ya'ni uni aylantirib bo'lmaydi. Ya'ni ular ketma-ketligini teskari qilib bo'lmaydi degan ma'lumot chiqib keldi. Va shuning uchun ham biz mana buni olib tashlaymiz. Uni olib tashlab, ularni ya'ni teskari qilib bo'lmasligini bilib olamiz. Hop, endi ko'rsak, ko'rib turganingizdek, bizda barchasi chiqib keladi. Va endi biz buni o'chiramiz va diktantlar bilan ishlab ko'ramiz. Ya'ni diktantlarda bizda ikki xil ma'lumot bo'ladi, ya'ni kalit va o'shaning qiymati bo'ladi va keyin bunga diktant beramiz. Masalan, diktant degan ma'lumot beramiz. Diktant deng, ya'ni buni argument bilan adashtirmaymiz. Xo'p, diktant. Xo'p, masalan, bizda a teng bo'lsin hamda ikkita nuqta bilan 1, ya'ni 1 ga a ni string ko'rinishiga keltiramiz. Mana bunda qilamiz. Ya'ni bizga a 1 ga teng. Vergul qo'yamiz. B'miz esa ikkita nuqta qo'yamiz. 2 ga teng. Va s esa chiqib ketib qoldik. S bizga teng. Masalan 3 ga. Va bizni keyin qiladigan ishimiz endi for C, ya'ni bizning kalitimiz, bizda kalit aynan A, B, S hisoblanadi va 1, 2, 3 esa bizda qiymat hisoblanadi. Ya'ni k va value, qiymat bizda value. Hop, for every k in diktant, ya'ni bizning diktantimiz ichida bo'lsa, print k qilamiz. Ya'ni kalitimizni biz print qilishimiz kerak bo'ladi. Va bizda xatolik chiqib keladi, chunki bizda dictant is not defined va bizda mana buni aynan diktant deb yozib qo'ydik. Qani endi tekshiramiz va ko'rib turganingizdek, bizda aynan mana bular bir xil bo'lishi kerak, bitta ham o'zgarib ketmasligi kerak. Ya'ni biz keyimizni print qilganimizda ko'rib turganingizdek, bizda 3 ta key chiqib keldi. Va agar endi biz xuddi shunday aynan qiymatni qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerga value deb yozamiz, qiymat. Mana bu yerga values funksiyasini berishimiz kerak bo'ladi. Dictant nuqta values degan funksiyani berishimiz kerak bo'ladi va bunga ham value deb yozamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda 1, 2, 3 chiqib keldi va agar biz ham kalit ham diktantni print qilmoqchi bo'lsak, biz mana bu yerga k vergul value, ya'ni bularning orasini mana bunda ajratish shart, ya'ni vergul bilan ajratish va bu yerga pastga ham case value deb yozamiz. Ya'ni k value va aynan mana bu yerga endi diktant nuqta values emas, items degan funksiyani beramiz. Va endi ko'rib turganingizdek, B1, B2, S3 chiqib keldi. Buni sal chiroyliroq ko'rinishda yozmoqchi bo'lsangiz, mana buni o'chirib tashlaymiz va format belgisini qo'yamiz. Va format belgisini ichiga masalan birinchi ichiga keyni yozamiz va tenglik belgisi bilan value, ya'ni qiymatni belgilaymiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda A teng 1, B teng 2, S teng 3 chiqib keldi. Va keyin endi set, ya'ni to'plamga bog'liq yana bir misol ko'ramiz. Masalan, ism deb. Ism teng, masalan, speed tag. Speed tag. Hamda speed tag deb yozsak. Va endi for har bir harf, ya'ni speed tagning bizning ismimizning har bir harfi in ism, ya'ni ismda bo'lsa, print harf qilamiz. Va javobni ko'rsak, bizda ko'rib turganingizdek, mana bunday speed tag chiqib keldi. Va endi biz buni tugashini and teng mana bunday bo'sh to'plam, bo'shliq bunday emas, ya'ni mana bunday bo'shliq qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda mana bunday speed tag yozuvi chiqib keladi. Va aynan bizning iterableslarimiz aynan xuddi shunday ishlaydi va bugungi darsimizda biz aynan ular haqida 4 ta misollar ko'rib chiqdik. Xo'p, o'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va aynan yangi iterables mavzular bilan o'zingiz ham boshqa mavzularda misollar ko'rishingiz mumkin bo'ladi va yana bir marta takrorlayman, iterables bizda takrorlanuvchilar hisoblanadi. Va ular har bir elementni ketma-ket qaytara oladigan obyekt yoki to'plam. Ya'ni biz unga masalan birinchisiga mevalar, ism va
diktant turida ham misol berdik va sonlar misolida ham bir kod yozib ko'rdik va uni sikl, ya'ni for sikli, ya'ni loop orqali aylantirish mumkin bo'ldi. Ya'ni aynan biz ularni barchasini ishga tushirish uchun for loopi bilan, ya'ni sikli bilan ishladik. Xo'p, agar siz bu videorolikni shu yerga ishtirok qilgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!